spalni ichidagi dush olamiz. Ko'rinishdan shiroka format toshga o'xshaydi, lekin bu aslida 1.20 ga 1.20 lik kafel Xitoydagi. Unitaz, gigiyenskiy dush, sushilka, bu ham sushilka. Xo'sh, bu yoqda rakvinamiz ham ana shu 1.20 ga 1.20 toshdan qilingan. Tortmalari o'zini mana o'ynasa ham sensorli bo'lsa yonadi o'zi. Eng qizig'i mana bu lupa. Bu master spalni bo'lgani uchun soqol olishga qo'yilgan. Yaqinlashtirib beradi. Bemalol soqol olishga juda ham qulay narsa. Kerak bo'lganda o'chib, kerak paytda yig'ib qo'ysa xalaqit qilmaydi.